This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum, muhtaram radyo anglag'uchilar. Erkin Asya Radyosu xush keldinglar. 16 oktyabr poytaxt Washingtondan tarqatilayotgan mazkur 1 soatlik Uyg'urcha anglitishimizning riyosatchiligi uchun Gulchehra xizmatda. Bugun ixlosmanlarimiz diqqatiga oldi bilan dunyo iqlim masalalari shundaqla Uyg'urlarga munosabatlik muhim qisqa xabarlarni sunamiz. Kundalik qisqa xabarlarimizdan keyin vaqa ham muloyiza, obzor anglitish programmalarimiz bo'yicha o'z muxbirlarimiz shundaqla dunyoning har qaysi joylarida turishliq ixtiyoriy muxbirlarimizning tayyorlashida tafsiliy xabar analizlari anglatmoqchimiz. Muhtaram radio anglag'uchilar, bugungi 1 soatlik radio anglitishimizni yoqtirib anglashingizni umid qilamiz. Diqqatlar avval o'z muxbirimiz O'yg'arning tayyorlashidagi xabarlarda bo'lsin. Erkinlik Sarayı'nın 10. ayının 16. günü ilan qılğan doklatı qaraganda, Xitay bilan Birmanın internet erkinligi dünya miqyasida uda 14 yıl tüvəlligen. Bular dünyadaki internet erkinligi eng nachar iki devlet bulup bağlanğan. Erkinlik Sarayı yıllık erkinlik doklatı üçün dünyadaki tor abonentlerinin təxminen 87%ni təşkil qılğan 72 devletni tekşürgen. Bularning içinde 41 devlet bu yıl memleketlik saylam ötküzdüken. Erkinlik Sarayı'nın yıllık erkinlik dokladida 10 yıldan bu yan Xitayning uda tüven orunga tizilişi alayda tilg'angan. Doklatda deyilishicha, Xitay hukumati Xitoyni dunyoning boshqa joylaridan ayirib chiqib, hokimiyat beshidagi kompartiyaga tahdid edib keladigan mazmunlardan to'silgan cho'ng mudofaa temi yasab chiqqanligi uchun uning tor erkinligidagi numri bak tuvan bo'lgan. Erkinlik Sarayı'ning burun e'lon qilgan doklatiga asoslanganda, Xitoyda internetni umumyuzlik kesib o'tish voqeasi faqat Uyg'ur elida ko'rilgan. 2009 yildagi Urumchi voqeasidagi 10 oylik internet kesilishidan keyin 2014 yili 7 oyda Yakanda voqea yuz bergandimi, o'xshash ahvol yana butun noy bo'yicha takrorlangan. Xitoy hukumatining internetda eng cheklaydigani siyosiy sezgirlikka oid temalar, bo'libmi Uyg'ur va Tibet masalasi, ham shundaqla Tayvan mustaqilligiga oid temalar bo'lib hisoblanadi. Xitoy hukumatining odatda bu temalardagi mulohaza qiluvchi va tor qo'llanuvchilarini bo'lgunchilik, terrorlik va yoki jamiyat tartibini buzishga o'xshash jinoyatlar bilan jazolab kelganligi ma'lum. Davlatlik obzor National Review to'rining 10 ayning 15 kunidagi xabariga asoslanganda, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining sobiq yuqori darajalik amaldori Erik Sulham Xitoyning bostirishi davom qilayotgan Uyg'ur elida Xitoyning yeshil energiya sanoatini maqtagan hamda Xitoyning Uyg'ur elidagi inson haqlari dafsandichiligini tilga olmagan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti muhit programmasining sobiq direktori Erik Sulham oldingi oyda Xitoy kundalik gazetida o'zi va qizining Uyg'ur eliga qilgan safari to'g'risida bir parcha maqola e'lon qilgan. Maqolasida u kompartiya amaldorlarining Uyg'urlarni nishon qilgan keng ko'lamli tutqun, jazo lagerlari va majburiy emgak siyosatini yo'lga qo'yganligi haqidagi isbotlarni yoki Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dokladida o'tirg'i qo'yilgan kishilik huquq dafsandichiliklarini tilga olmagan bo'lib, faqat Xitoyning Uyg'ur elidagi yeshil energiya siyosatini maqtab ko'kka ko'targan. Halbuki Amerika hukumati va bir qism Yevropa parlamentlari Xitoyning Uyg'ur elidagi vahshiyliklarini rasmiy holda irqiy qirg'inchilik deb jaka olgan bo'lsa, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari ishxonasi Uyg'ur elining kishilik huquq ahvoli haqida e'lon qilgan dokladida Xitoyning ko'p sondagi Uyg'urlarni xohlagancha tutib so'lab, ba'zilarini izdiraksiz yo'q qilayotganligini va boshqa qilmishlarni insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirgan bo'lishi mumkin deb baholagan edi. Reuters'ning 10 ayning 15 kunidagi xabarga asoslanganda, Rossiya bilan Xitoy munosabatini kuchaytirish uchun amaliy mudofaa va harbiy suhbat o'tkazgan. Rossiya Davlat Mudofaa ministri seshanba kuni Amerikaning
Osiyada ta'sirini kengaytirish tirishchanligini tanqid qilish bilan birlikda Moskva bilan Beyjingning cheklimi uchirmaydigan hamkorlikni texnik kuchaytirganligini o'tirib qo'ygan edi. Rossiya davlat mudofaa ministri Andrey Belosov mundaq degan: Rossiya bilan Xitoy harbiy tarmoqlari dunyo tartibi va bo'layotganlarga baho berishda o'rtaq fikrga ega. Biz navbatdagi vaziyatda nima qilish kerakligini o'rtaq tunib yetdik. Xitoy Markaziy harbiy ishlar komitetining muavin raisi Jang Yusha Rossiya bilan nihoyat ahamiyatli suhbat elib borganligini aytgan. Suhbatdan keyin Xitoy davlat mudofaa ministrligi mundaq degan: Har ikki taraf harbiy munosabatni cho'nqurlashtirish va kengaytirish va yuqori qatlamli uchrashlarni saqlashni umid qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 16 may kuni Xitoyga 2 kunlik rasmiy ziyorat qilgan edi. Rossiya prezidenti Putin bilan Xitoy raisi Xi Jinpingning Beijingdagi uchrashida ular Rossiya va Xitoyning birlashma bayonotini e'lon qilib, o'zlarining strategik munosabatini qayta ta'kidlagan va Amerikaga qarshi hamkorlashishga va'da berishgan edi. 10 iyul Washingtonda ochilgan Shimoliy Atlantik ahdiyot tashkiloti davlat boshliqlari yig'inida NATOga a'zo 32 davlat rahbarining qo'shilishi bilan Xitoyning NATOning bexatarligi bevosita tahdid olib kelganligi jakarlangan edi. Bu NATOning tunji qatim Xitoyni NATO davlatlarining strategik manfaati uchun tahdid deb e'tirof qilishi bo'lib, uningdimi Xitoy Rossiya armiyasiga zarur bo'lgan qurol zapchastlari va boshqa texnikalar bilan ta'minlashni to'xtatishga chaqirgan edi. Xinhua agentligining 10 ayning 16 kundagi xabarda ko'rsatilishicha, Falastin Milliy ozodlik harakati, ya'ni Fatah inqilobiy komiteti a'zosi Bassam Zakarni Şinjan'daki güllengen hayat G'arbning Xitoyga qilgan tuhmatining xato ekanligini isbotladi degan. Bassam Zakarni Xitoyning Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi kishilarning turmushining yaxshi ekanligini va G'arbning Xitoyning Şinjan siyosatiga qaratgan tuhmatlarining qoyil qilarlik emasligini ko'rsatgan. Fatahning mazkur yuqori darajalik amaldori Bassam Zakarni bu so'zlarni Xinhua agentligining ziyoratini qabul qilganda aytgan. U yana mundaq degan: "Bu rayondagi har millat xalqi inoq yashaydi ekan va bir-birini nihoyat hurmat qiladi ekan." Bassam Zakarni so'zida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb ayblagan Amerika va boshqa g'arb allarini tanqid qilib, Xitoy bilan birdek maydonni ifoda qilib, "Men yaqinda Şinjanga ziyoratga bordim. Şinjandagi har millat xalqi baxtiyor hayot ichida diniy e'tiqod erkinligidan to'liq bahramand bo'lyotidi. Amerika va boshqa g'arb davlatlarining Şinjan siyosatini bahona qilib, Xitoyga qara choplishining asosi yo'q." Yaqinda Falastin rahbari Yasir Arafat qurgan Fatah, ya'ni Falastin Milliy ozodlik harakati, inqilobiy komiteti va Falastin xalq kurash fronti qatorliq arab davlatlari siyosiy partiyalaridan tashkillangan vakillar tekshirish o'miga Uyg'ur eliga taklif qilingan va Mashinruy ularni Urumchida kutib olgan. Mashinruy o'mak a'zolari bilan suhbat o'tkazganda ularga mundaq degan: "Bu o'makdagilarning ziyorat va ekskursiyalari davomida Şinjanning ahvolini cho'qim texmi atrofli va cho'nqur tushunib, xalqaro jamiyatga tinch, inoq, hayotiy kuchga to'lgan go'zal Şinjan hikoyasini so'zlab berishini qarshi olamiz." Reuters'ning 10 ayning 16 kunidagi xabariga asoslaganda Xitoyning tor bexatarligini nazorat qilib boshqarish organi Intelning Xitoyga sotadigan mahsulotlarining davlat bexatarlik xavf elib keladiganligini bahona qilib, Intelning mahsulotlarini tekshirishni talab qilgan. Mazkur xabarda aytilishicha, Xitoyning tor bexatarlikni nazorat qilib boshqarish organi 10 ayning 16 kuni Amerikaning o'zak ishlab chiqaruvchi shirkati bo'lgan Intelning Xitoyning davlat bexatarligiga davomli ziyon solganligini o'tirib qo'yib, Intelning Xitoyga sotadigan mahsulotlarga bexatarlik tekshirishi elib berish kerakligini ilgari surgan. Xitoyning bu ayblashi Amerikaning Xitoy armiyasining zamonlashishiga yordam beradigan xalqaro o'zak yasash uskunalari va zapchastlarga erishishni cheklashga tirishayotgan mezgilda o'tirib chiqqan. Bir qism mutaxassislar Xitoyning bu ayblashini Amerikadan o'chirish uchun o'tirib qo'ygan deb qaramoqda. Amerika yerim o'tkazgich texnikasi bo'lgan mikro o'zakni Xitoyning harbiy sanoatga ishlatishni saqlash uchun yuqori texnik mahsulotlarni eksport qilishni cheklash tadbirini yo'l qo'ygan edi. Gollandiya hukumati o'tgan yili mikro o'zak yasash uskunalarini eksport qilishga doir yangi cheklim e'lon qilgan bo'lib, Amerikaning mikro o'zak eksportini kontrol qilish chaqiriqiga ovoz qo'shgan edi. Amerika Xitoyning yuqori texnik mahsulotlarni eksport qilishni cheklash tadbirini yo'l qo'ygandan keyin
Xitoy hukumati Amerikani ayblab, mikro o'zakni eksport qilishni cheklab, uni o'ziga qurol qilib oldi degan edi. Hürmetli radyo anlıqçılar, Erkin Asya Radyosu diqqətinizdə. Anlatışımızın növbətdəki minutlarını bugünkü vəqə həm mülayiza səhifəsində bağışlayırıq. Mən bugünkü proqram riyasətçisi Gülçekra. Səhifəmizdə öz müxbirlərimiz, şundaqla dünyanın hər qaysı yerlərində turuşluq ixtiyari müxbirlərimizdən təfsili xəbər və xəbər analizlərini anlayırsınız. Huquqni kuzatish tashkiloti yangi doklad e'lon qilib, Xitoy hukumatining davlat halqigan bostirish harakatining Yaponiyada yashaydigan Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul jamoatlariga va o'qituvchi Xitoylarga ko'rsatayotgan ta'sirini oshkorlagan. Tuanda bu haqdagi tafsiliy uchurni muxbirimiz Irodadan anglaysizlar. Xitoy hukumatining Xitoydan halqib chet-ellardagi o'qituvchi ovozlarni bostirish, chet-ellardagi Uyg'ur, Tibet va boshqa jamoatlarni nazorat qilish, chet-el universitetlaridagi Xitoy haqidagi salbiy ko'z qarashlarni yo'qotishga urinishdek chegara halqagan bostirish harakati yaqinqi yillarda G'arb demokratik davlatlarining diqqatini qo'zg'ashga boshlagan. Bo'lib Xitoy hukumati Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchilikni boshlab, chet-ellardagi Uyg'urlarni yurtlardagi oila a'zolari orqali ta'qiblashga olgandan keyin Uyg'urlarning bu masalani o'zlari turishliq davlatlardagi axborotlarga, munosabatlik organlarga yetkazishi natijasida Xitoyning chegara halqagan besimining ko'lami G'arb hukumatlariga oshkora bo'lgan edi. Xalqaro kishilik huquqni ko'zatish tashkiloti yaqinda Xitoy hukumatining Yaponiyadagi davlat halqagan bostirish masalasi haqida bir doklad tayyorlab, Yaponiya hukumatini bu masalaga diqqat qilishga da'vat qilgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti maxsus dokladida Yaponiyada turayotgan Uyg'urlar, Tibetlar va Mo'ng'ullar, Hongkongliklar, shundaqla Xitoylardan bo'lib 25 kishini ziyorat qilgan. Ular hammasi o'zlarining Xitoy hukumati yoqtirmaydigan namoyish, faoliyat va yoki tor suhbatlarga qatnashgandan keyin yo'liqqan peshkanliklari, oila a'zolarining uchragan besimi haqida guvohlik bergan va qo'lidagi isbotlarni ko'rsatgan. Guvohlik bergan Uyg'urlar bo'lsa, o'zlari Yaponiyada Xitoy hukumatining Uyg'urlarga appagan irqiy qirg'inchilikni fosh qilishga munosabatlik namoyishlar va faoliyatlarga qatnashgandan keyin Xitoy hukumatining yurtlaridagi oila a'zolarini izlab berib tahdid qilganligini, Üntidar orqali telefon qilib, hukumatga norozilik bildiradigan faoliyatlarga qatnashmaslik haqida ogohlantirganligini. Xitoy saqchi xodimlarining yana Yaponiya Uyg'ur jamiyatining a'zolari va hamda Yaponiyada turayotgan Uyg'urlar to'g'risidagi uchurlarni yetkazib berishni talab qilganligini aytib bergan. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining idora hay'at a'zosi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yaponiyadagi vakili Saujan Mahmad apandining radiomizga deb berishicha, Yaponiyadagi Uyg'urlarning Xitoyning bundaq besimlarga uchrash ahvoli bir qadar og'ir bo'lib, ular bu masalani Yaponiya doiralariga yetkazgan. Bu uzoq yildan yangi Xitoy hukumati shu Yapon Uyg'ur jamiyatininki idora hay'at a'zolari bo'lsin, yo mush jamiyatninki ishchidagi qo'llovchi a'zolari bo'lsin, shu Uyg'ur bolalarga nihoyatda cho'ng besim ishlatib kelmoqda. Bizningki idora hay'at a'zolarimizdanmi 2-3 yilning oldidami bo'lgan, 1 yilmi bo'ldi, shu urug' tuqqanlari, vatandagi urug' tuqqanlari orqali telefon kelib, mushadagi faoliyatlarninki ahvolini oyoqqa avatadigan, jasuslik qiladigan Müjaq təhdidlər, telefonlar kelgan. Buni biz Yaponiyaning matbuotlarına ko'tarib chiqqan, budaqımış dokladni yozgan tashkilotlar bilan o'rtoqlashgan. Bizning ba'zi faoliyatlarimizga Xitoyning jasuslari kelib, rasm tortib, video elib, keyin biz Yaponning saqchilariga ma'lum qilgan shu ahvollar bo'lgan. Bunda ahvol hamda Yaponiyada bizning jamiyatda bo'lib Uyg'urlarning atrofida ko'p yuz bergan bir ahvol.
Kishilik huquqni ko'zatish tashkilotining bu vaqtdagi dokladida ko'rsatilishicha, guvohlik bergan kishilar ko'pinchisi bundaq ahvolga yo'liqqanda ahvolni Yaponiya hukumat doiralariga bildirishni xolamagan bo'lib, ular Yaponiya hukumatining bu vaqtda biror ish qilib bera oladiganligiga ishonmaydi ekan. Savchan Mehmet Efendimov Yaponiya hukumatining Xitoyning chegara halqagan besimiga qarta aniq qonuni yo'qligini, shunga bu masalada tadbirsiz qilayotganligini aytdi. Gerçi biz Yapon Uyghur cemiyetiga ya bu Uyghur cemaatlerinin başına kelgan tehditlarni har xil vositalar orqali munosabat o'rinlar bo'lsin, matbuotlar bo'lsin, doklad qilib e'lon qilib kelgan bo'lsaqmi, Yapon jamiyatida bir cho'ng g'ulg'ul qo'zg'adi deb deyamaymiz. Yaponiyada bo'lsa jasuslik qilgan odamni bartaraf qiladigan bir qonun yo'q. Bu dokladni ko'rib olg'ili bo'ldi. Xitoy Yaponiyaniki mushnaq bir yo'chuqning borligidan foydalanib, Yaponiyaga bo'lgan chegara qilgan bostirishni kuchaytirayotganini mush doklad ko'rib olg'ili bo'ldi. Bunda ahvol hamda davomlashaversa, lekin Yaponiyaniki demokrat tuzum bo'lsin, insonlarningki erkinlik bo'lsin, mush tarafdan cho'ng tahdid bo'lganligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Kishilik huquqni ko'zatish tashkiloti Xitoy ishlar bo'limi muavin direktori Maya Wangning deyishicha, Xitoyning chegara halqagan bostirish harakati hozir g'arb demokratik davlatlarida kuchli diqqat qo'zg'ayotgan bo'lsa-mu, Yaponiyada texi u holatga yetmagan. Shunga u bu doklad orqali Yaponiya hukumatining diqqatini tortishni maqsad qilganligini aytdi. I think in general the Chinese government has been in the last decade or so, been much more aggressive. They're already very restricted. The Uyghurs, Xitoy davlat halqagan bostirish harakatini keyingi 10 yildan beri naiti kuchli qanot yaydirdi. Uyg'urlar bo'lsa bu besimga texmi qattiq uchirdi. Yaqin yillardan buyon Amerika qatorliq g'arb ellarda bu masala xeli kengri tonilib, hukumatlarning diqqatini tortdi. Ammo Yaponiya uchun undaq deyolmaymiz. Biz Xitoyning Yaponiyadagi bostirish harakatlari haqida bir doklad tayyorlash orqali Yaponiya hukumatining diqqatini tortishni maqsad qildik. Chunki Yaponiya Xitoyning qo'shnisi ham Osiyodagi demokratik davlat bo'lish sifati bilan muhim ahamiyatga ega. Yaponiya tarixdagi Xitoy ziyolilari eng ko'p tashkillangan bir davlat bo'lish sifati bilan intayin muhim bir davlat bo'lib hisoblanadi. Such a powerful neighbor. So Japan has a very special role compared to even, many other democratic governments. Mayavan xanımның ta'kidlashicha, hukumatlarning Xitoyning chegara halqagan bostirishiga bo'lgan tonishini o'stirish, chet ellardagi Uyg'ur, Tibet va boshqa jamoatlarning bexatarligiga kafolatlik qilishda muhim rol o'ynaydi ekan. A lot of the transmission we're talking about involves, the authorities harassing families in their home. So it's not like the governments can, Xitoyning davlat halqagan bostirish harakati ko'pincha hollarda shu kishining yurtlaridagi oila a'zolarini besim ostiga ilish orqali ilib berilgan bo'lg'ashqa, damalliqqa chet el hukumatlari Xitoyda yashayotgan kishilarga yordam qila olmaydigandek ko'rinadi. Biroq hukumatlarning Xitoy ilib berayotgan chegara halqagan bostirishining ko'lami va ziyni haqidagi tonishini o'stirish intayin muhim. Shunday qilganda chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarni qo'g'dig'ili, ularga ma'naviy yordamlarni qilg'ili, ularning chet el hukumatlari tarafidan Xitoyga qaytarilishining oldini olg'ili va bu hukumatlarning Xitoyga besim ishlatishini qo'lga keltirgili bo'ladi deb qarayman. The Chinese government's bidding, detaining and deporting or reselling Uyghurs back to China. Ma'lum bo'lishicha, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti tashrish natijasini e'lon qilgandan keyin Xitoyning Yaponiyadagi bosh elchixonasi bilan aloqa qilib, buningga nima deydiganligini so'ragan. Ammo Xitoy elchixonasi buningga javob qaytarmagan. Shuning bilan bir vaqtda yana Yaponiya tashqi ishlar ministrligimi bu masalaga baho berishni rad qilgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti yana Yaponiya davlatlik soqchi idorasi bilan aloqa qilib, Xitoyning Yaponiyada berayotgan bostirish harakatiga qanday inkas qaytaradiganligini so'ragan, ammo o'xshashla javob ololmagan. Savchan Mehmet Efendining ko'rsatishicha, Yaponiya hozirgacha Xitoyning ahli mulk huquqini o'g'irlash harakatlarini jazolaydigan bir qism tadbirlarni qo'llangan bo'lsa-mu, ammo texnik kishilik huquq masalalari va josuslik qilmishlarini jazolab baxmagan. Şoň o bu qitimliq dokladning Yaponiya hukumatı üçün bir turtki bo'lib qilishni umid qilganligini aytdi. Boshqa davlatlarda ham shunday ahvol yuz berishi mumkin, ammo Yaponiyada nayt ko'p biz ko'ryapmiz bunday ahvolni. Meningcha Xitoy bo'lsa, shu o'zininki qo'shni yaqin davlatlarda o'zininki bo'soqisining qishida shu Xitoy qarshi faoliyatlarninki kuchib ketishni xohlamaydi. Shunga Yaponiyaga bo'lgan besimni nayt kuchaytirib deb o'ylayman. Yaponiyada hozir
Gerçi iqtisod jihatda shirkatlarning texnikasini o'g'irlagan degandek shunaq iqtisod jihatninki jasuslikni qilgan odamni tutilgan qonunlari bo'lsa-mu, jamoat xavfsizlik kishilik huquq jihatdan shunaq jasuslik qilgan odamni tutilgan qonuni yo'q. Yaponliklarni Shimol Koreyaliklar bo'lib ketgan yaponliklarning masalasi bor. Yaxshi bir qonun bo'lmag'achqa Yapon hukumati shu o'zininki yaponliklarni bo'lib ketgan masalani yaxshi bir taraf qilolmaydi. Shunga bu dokladning chiqishi mening jinoyatda yaxshi bir vaqtda chiqdi deb o'ylayman. Bu tema Yaponiyada uzun yil shu munozara qilib kelgan bir temada mush fursatda ilgirlashishini umid qilaman. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bu vaqtdagi dokladida Yaponiya hukumatiga fikr takliflarini sungan. Bu takliflar Xitoy hukumatining chet ellardagi davlat xalqigan bostirishi paydo qilayotgan tahdidni tonish, bu xil voqealarni doklad qilish uchun bir sistema o'rnatish. Shu orqali bu kishilarning asosiy huquqini qo'g'dashga yordam berish. Bundaq voqealarni pash qilganlarning xususiy maxfiyatligiga va bexatarligiga kapolatlik qilish hamda ishonchlik delolarini pash qilgan kishilarning chegirdan qo'lab chiqarilib, Xitoyga o'tkazib berilmasligiga kapolatlik qilish. Xitoyning bu xil besimga duch kelgan kishilarga panolik tilash yoki boshqa qo'g'dinish usullarini tavsiya qilish. Xitoy hukumatiga Yaponiyadagi davlat xalqigan besimni to'xtatish haqida ochiq-oshkora chaqiriq qilish qatorliqlardan iborat. Hörmətli radio dinləyicilər, yuqorida sizlər kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoyning Yaponiyadagi davlat xalqigan bostirish harakatiga munosabatlik dokladiga doir tafsiliy xabarni angladinglar. Bu programmani irada tayyorladi. Xitoy taratqularının xəbərlərində aytilishicha 14 oktyabr Ürümçidə Sunniy aql və axbarat özgürüşü namlıq 6-cı növbətlik dünya axbarat yığını açılgan. Vahalanki Xitoy hukumatining Uyg'urlarga elib berayotgan irqiy qirg'inchiligini oqlash harakati avjiga chiqayotgan paytda 106 davlatdan 208 axborot o'rni qatnashgan Uyg'ur elida ochilgan bu zo'r ko'lamli xalqaro axborot yig'ini navbatda jiddiy g'ulg'ulib qo'zg'amoqda. Tuanda o'z muxbirimiz Shadiyaning bu haqdagi tafsiliy ma'lumotiga quloq solgaysizlar. Xitoy tashviqotida dag'dug'liq tabriklanayotgan sun'iy aql va axborot o'zgarishi nomidagi 6-cı navbatlik dunyo axborot yig'ini 14 oktyabr Urumchida ochilgan. Xitoy xabarlarida ular bu qitimliq dunyoviy xarakterlik zo'r ko'lamlik axborot cho'ng yig'inining Urumchida chaqirilishining yuqori darajada taraqqiy qilayotgan Xinjiangga parlaq payt elib kelganligi haqida davrang salmoqda. World media leaders have gathered here in Urumqi, capital of China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region, to attend the 6th World Media Summit and have in-depth exchanges on today's media development. Valanki sun'iy aqlni boshqarishning insoniyat taqdiri uchun intayin muhim ekanligi ta'kidlangan bu yig'inga qarta kuzatuvchilar uning Xitoy hukumati va yig'inga qatnashgan xalqarodagi bir qism taratqularning o'zaro hamkorlashib Xitoyning yaqin yillardan buyon Uyg'urlarga yurgizayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni aqlash va o'z obrazini yaxshilashga hozirlangan sahnaga aylanganligini ilgari surmoqda. The 6th World Media Summit runs from October 12th to 17th with the theme of artificial intelligence and media transformation. Xinjiang gezitining 14 oktyabrdagi xabarda aytilishicha, Xinhua agentligi va Xinjiang Uyg'ur Abdunum rayonlik xalq hukumati birlikda uyushtirgan 6-cı navbatlik dunyo axborot yig'iniga 106 davlat va rayondan kelgan 208 qo'lliq axborot hukumat tarmoqlari, shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qatorliq organlar va xalqaro tashkilotlarga vakolatan 500 dan ortiq kishi qatnashgan. Xabarlar qaraganda TASS xabar agentligi, Al Jazeera axborot guruhi, Amerika Birlashma agentligi va Vengriya ATV guruhi qatorliq xalqaro asosliq axborot organlarining boshliqlari bu yig'inga qadam tashrif qilgan. Amerikadagi Xitoy analizchilaridan Beijing Bahari jurnalining sobiq bosh muharriri, obzorchi Hoping apandining bildirishicha, 2008-yillik Beijing Olimpik mezgilida dunyoning har qaysi joylaridan kelgan axborot taratqularning bir yerga yig'ilgan mezgili dal bu dunyo axborot yig'ini mexanizmining qurilishiga asos bo'lgan.
u bu haqdagi inkasida Xitoyning asoslıq tashkillash va boshqarish huquqiga ega bo'lgan bu yig'iniga G'arb allari taratqullarining qatnashganligiga qarta qattiq noroziligini bildirdi. U yana bu qitimliq yig'inning Urumchida chaqirilishining tamoman Xitoyning siyosiy ehtiyoji bilan bog'lanishli ekanligini ta'kidlab, o'z fikrini mundaq bayon qilib o'tdi. 取这个题目他还是想得很聪明，因为现在确实由于人工智能的飞速的发展，对传统的媒体 Yig'inda bu temani ular noyat aqlliqlik bilan to'llagan. Chunki hozir sun'iy aqlning tez taraqqiy qilishi haqiqatan an'anaviy taratqularga zo'r ta'sir ko'rsatmoqda. Shunga mayli kimning qanday ko'z qarashda bo'lishidan qat'iy nazar, hammaylan duch kelayotgan bu yangi raqobatda Xitoy doiralari kishilar qiziqadigan sun'iy aql temasini tanlagan. Vaholanki bu yerda ularning o'z shaxsiy g'arazlarini bu qitimliq yig'inga yo'shirin shaklda ilib kirishga urinayotganligini aniq ko'rib olishga bo'ladi. Chunki Xitoy doiralarining Xinjiangdagi kishilik huquqni rayimsizlarcha bostirishining oshkorlanishi bilan ular tashqi dunyoda har sohaning kuchli tanqidiga uchirmoqda. Shunga yaqinqi 2-3 yildan beri Xitoy doiralari Xinjiangda, bo'libmi Urumchida turli shakllarda xalqaro faoliyatlarni ko'plab elib berib, o'zining yaxshi obrazini yaratib va Xinjiangning tinchligini sirtqi bildirishga urinib kelyapti. Ammo ular tarafidan planliq o'rinlashtirilgan bu turdagi yig'inlarga borganlar ularning qiltiqiga tushib, maqsadlik va yoki maqsadsiz holda Xitoy Kompartiyasining jinoyatini yo'shirish uchun rol o'ynayapti. 都是在掩盖中共当局罪恶的，有意无意能造成这么一个效果。 Uyghur Kishilik Huquq Qurilishi Tadqiqot ishxonasi direktori Henry Shejevskining qarashicha, navbatda butun dunyo miqyosida har xil yangi fursatlarni elib kelayotgan sun'iy aql texnikalik davrda Xitoyning Urumchida sun'iy aqlning taraqqiyoti, uning dunyo axborot sohasiga elib kelgan fursati va xirsi, texnika inqilobining yangi to'lqini va sanoat o'zgarishida axborotning roli ham mas'uliyati. Shundaqla yer shari zamonaviylashishining dunyoviy taraqqiyot hikoyasini qandaq unumlik so'zlash bosh tema qilingan yig'inni chaqirishi ular uchun strategiyalik ahamiyatga ega ekan. And I think that first of all, of course, the first reason is that AI presents all kinds of new opportunities. Sun'iy aql navbatda har xil yangi fursatlarni elib kelyapti. Hamda bu fursatlarning ba'zilari insonlarning olg'a ilgarilishiga foydali bo'lib, ba'zi konkret ideologiya va qaralmalarning taraqqiyoti uchunmi turtki bor deb qarayman. Shunga sun'iy aql navbatda bu xil kuchlarni o'rtaklash uchun ishlatilgan halqaliq manbaga aylanmoqda. Demak, bu nuqtadan elib aytganda Xitoyning bu boylik manbasini qizish va uningdan foydalanib o'z idroklarini taqitishi ajablanarli ish emasdir. Vaholanki bu yerda ta'kidlashga tegishli masala shuki, Urumchi navbatda Xitoy uchun strategik ahamiyatga ega. Chunki Uyg'ur rayoni Xitoyning bu joyga oid uchurlarni dunyoga yetkazadigan asosiy o'rnidir. And so it's a leading part in China's messaging to the globe. Xinjiang gezitining xabariga qaraganda, Uyg'ur Abdunum rayonlik partikomining sekretari Ma Xingrui, Uyg'ur Abdunum rayonining raisi Erkin Tunyaz 13 oktyabr kuni Urumchida 6 navbatlik dunyo axborot yig'iniga qatnashadigan Xitoy va chet eldan kelgan yig'in qatnashchilari bilan ko'rishgan. Xabarda deyilishicha, Ma Xingrui ular bilan ko'rishish jarayonida so'z qilib mundaq degan: xalqarodagi Xitoyga qarshi bir qism kuchlar paketga ko'z yumib, Xitoy Xinjiangda irqiy yo'qotish qildi, majburiy emgak qo'llandi degandek uchiga chiqqan yolg'on yabadaq so'zlarni xohlagancha o'ydirib chiqib, razil g'arazda yakki taraflik jazolashni yo'l qo'ydi. Ularning tub maqsadi Xinjiangdagi har millat xalqini nomrod orqada qolgan ahvolga tushirib qo'yib, Xinjiang ishlariga aralish orqali Xitoyning taraqqiyotini to'sishga urinish suiqasdini ishga oshirishdan iborat. Norvegiyadagi Uyg'ur Adliya arxivi nomli organning mas'uli Baxtiyor Umar apandining qarashicha, Ma Xingruyning yuqorqi so'zlari Xitoyning mazkur yig'inni o'zlarining irqiy qirg'inchilik siyosatini aqlash va o'zlarini ayblagan Amerika qatorliq g'arb davlatlarini qarlash uchun foydalanishda qo'llanmoqchi bo'lganligini ko'rsatdi. Uning ta'kidlashicha, 6 navbatlik dunyo axborot yig'inining Urumchida ochilishi Xitoyning 2017 yildan buyongi strategiyalik maqsad bilan boshlagan irqiy qirg'inchiligidan keyingi yumshoq kuchdan foydalanib obraz yaxshilash planining nihoyatda muhim bir qismi hisoblanadi. Albatta, axborot, tashviqot
Xitoyninki bu dunyoga xo'ja bo'lish o'yini amalga oshirishda kam bo'lsa bo'lmaydigan, lekin Uyg'urlar sal qaraydigan bir qism deb aytishga bo'ldi. Yana dunyo axborotini Xitoy o'ziga qarata olganda Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi yoki majbur emgakni butunlay yo'qqa chiqargandan boshqa Xitoy dunyoda o'zininki yumshoq kuchini shundoqla o'zining obrazini yaxshilashda butunlay muvaffaqiyatga erishadi. Bu axborot vositalari dunyoninki ko'zi ham quloqi bo'lganligi uchun Xitoy buni o'zining obrazini yaxshilash uchun cho'qim qo'lga keltirish kerak, ham egallash kerak. Shu sababdan Xitoy biz burun degandek milliardlab dollar mablag' silib, buningga o'xshash turlarni ichishi ham buningdan keyin bunday yig'inlarni texnik ko'plab o'rinlashtirishi mumkin. Xitayning Xinjiang gezitining Uyg'ur tilidagi xabarlarda aytilishicha, 13 oktyabr kunidagi Mashinri bilan bo'lgan uchrashishda TASS agentligi, Qatar Al Jazeera axborot guruhi, Janubiy Afrika mustaqil taratquv guruhi, Malayziya davlat axborot agentligi, Braziliya San Paulo Yebao gezitchilik guruhi, Nigeriya agentligi, Qirg'iziston Qabar davlat agentligi qatorliq taratqularning boshliqlari va bosh muharrirlari ayrim so'z qilib, yaqin yillardan buyon Xinjiangning to'xtamay saxta tashviqot va yomon g'arazlik hujum qilish nishoni bo'lib qolganligini bildirgan. Lekin diqqatni tortadigan yer shuki, bu so'z qilganlar qatorida mazkur yig'inga qatnashgan Amerika Birlashma Agentligi tilga ilinmagan. Henry Shejevski yuqorida tilga ilingan xalqaro taratqularning Xitoy bilan yolg'on saxta uchur tarqitishda o'rtaq hamkorlashquchi bo'layotganligini bildirib, bu vaqtga qarshini sharhlab o'tdi. I mean, of course, these media organizations are state-owned, but particularly the involvement of TASS. Bu yig'in qatnashgan axborot tashkilotlari asosan davlat ig'dorchiligida bo'lib, buning ichida Rossiya Xitoyning vazifalarini ijro qiluvchilarning qatoridan o'rin oladi. Chunki Rossiya saxta uchur tarqatquchidir. Shunga Xitoy bilan Rossiya o'z mavqelarini qandoq taqtish va rayondagi ahvollarga asosan xabar e'lon qilishda o'zaro o'rtaqlashyotidi, ham o'zaro o'rganyotidi. Ya'ni Xitoy saxta xabarlarni chiqarishda boshlamchi bo'lishi mumkin. Ammo ular o'xshamagan soatga tajribalarini bir-biri bilan almashtirdi. Rossiya dal ana shuning ichidagi muhim hamkorlashuvchi davlatlarning biridir. By China, but it's also sharing its lessons across different spaces, and Russia, of course, is one of those key ones. Amerikadagi tungan analizchi Majining bu vaqtga qarshicha, garchi Xitoy doiralari bu qitimliq dunyo axborot yig'iniga Amerika Birlashma Agentligi Al Jazeera axborot guruhining ishtirok qilganligini davron qilib, ularning Xitoy tashviqoti bilan bir yo'lda ekanligini ko'z qilsimu, ammo natijaning ularning kutganidek bo'lishi notayin ekan. U mundaq dedi. 我相信就是个美联社也不会这么宠，半岛新闻集团也不会那么宠，他们都知道他们想去干什么。 İnanmanki Amerika Birleşme Agentligi bo'lsin yoki Al Jazeera axborot guruhi bo'lsin, ular ancha ahmoq emas. Ularning hammasi u yerga nima uchun bordiganligini obdan biladi. Chunki biz ilgari Uyg'ur elidagi jazo lagerlari haqidagi nurg'un xabarlarning ba'zi taraqqullarning ayni chog'da ana shunday ba'zi yig'inlarga qatnashish va yaratilish fursatiga erishish orqali qo'lga keltirilgan uchurda ekanligini bilamiz. Shunga erkin dunyodagi so'z erkinligi va siyosiy erkinligi bor kishilar o'zlari borgan joyda nimalarni ko'rganligi haqida qanday hukm chiqarishni biladi. Ammo Xitoy Kompartiyasi buni fursat deb bilib, o'z davlatidagi xalqqa hammalarning, hatto Amerika Birlashma Agentligining kelganligini tashviq qilsa-mu, vaholanki ulardan chiqish nuqtasi va maqsadi o'xshamaydi. 境内的那些民众显得你看人人都来给我捧场，美联社都来，但是各自的出发点和目的是不同的。 İgilnişçe, Dünya Axbarat Yığını Mexanizmi 2009-yılı xalqaradaki bir türküm dağlıq dövlət organlarının ortaq qo'llashi bilan qurilgan bo'lib, uning katibat boshqarmasi Xinhua agentligiga joylashgan. Bu qitim 6-cı navbatlik Dünya Axbarat Yığını 12 oktyabrdan 17 oktyabrgacha Urumchi va Beijingda chaqirilgan bo'lib, hozirgacha bu yig'in jami 4 qitim Xitoyda ochilgan. Qolgan 2 qitimliq yig'in Rossiyaning Moskva shahri va Qatarning Doha shahrida ochilgan. Darvaqa Xitoy hukumatı xalqaraga Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlashni jiddiy ravishda qanot yaydirayotgan bir paytda asosan Xitoyning sohibxonligida davomlashayotgan atalmish Dunyo axborot yig'inining Urumchida chaqirilishi turli g'ulg'ula qo'zg'amoqda. Programmani Shadiya tayyorladi. Diqqat berganinglar rahmat. Anlayotganыңның Uyghur tilidagi erkin axborot munbiri Erkin Asiya radiosi.
tunji qitimliq xalqaro sekular, ya'ni dindan xoli Uyg'ur yoshlar qurultiyi 10 oktyabrdan 15 oktyabrgacha Parijda o'tkazilgan. Bu fəaliyyətə dünyanın hər qaysı joylaridan 70 yaqin Uyg'ur yosh qatnashgan. 5 kun davom qilgan bu yig'ilishda yoshlarni Uyg'urlarning navbatdagi og'ir vaziyatiga diqqat og'dirish bilan birlikda Uyg'ur madaniyatiga bo'lgan konishini o'stirish maqsad qilingan mo'l mazmunli faoliyatlar o'tkazilgan. Biz bu munosabat bilan bu faoliyatni o'rinlashtirgan o'rinning mas'uli va faoliyatga qatnashgan yoshlardan bir qanchisini bugungi suhbat programmamizga taklif qildik. Tuanda muxbirimiz Nurimanning ular bilan o'tkazgan suhbatining tafsiloti diqqatingizda bo'lsin. Tunji qitimliq xalqaro sekulyar Uyg'ur yoshlar qurultiyi Yevropa Uyg'ur instituti tarafidan 10 oktyabrdan 15 oktyabrgacha Parijda o'tkazildi. Qaysi joylardan kelgan Uyg'ur sekulyar yoshlari dunyoning san'at markazi bo'lgan Parijda jam bo'ldi. Mushul munosabat bilan hammalarni chin ko'nglimizdan qarshi olamiz. Men buyuk riyosatchi Ismoil. Mazkur faoliyatga dunyoning har qaysi joylaridan, jumladan Amerika, Angliya, Avstraliya, Kanada, Germaniya, Shvetsiya, Norvegiya, Gollandiya, Belgiya, Shvetsariya, Finlandiya, Turkiya, O'zbekiston, Qozog'iston va Fransiya qatorliq davlatlardan kelgan yoshi 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan 70 ga yaqin Uyg'ur yosh qatnashgan. Yevropa Uyg'ur instituti mas'uli Dilnur Rayhon xonimning radiomizga bildirishicha, faoliyatni Parij shahri 19 va 20 rayonlik hukumati alohida qo'llagan. Faoliyatning ochilish murosimi Parij shahri 19 rayonlik hukumatning zalida o'tkazilgan bo'lib, qolgan kunlardagi barliq faoliyatlar 20 rayonlik hukumat binosida o'tkazilgan. Faoliyatda ikki cho'ng leksiya va navbatdagi qiziq nuqtaliq temalar haqida 10 xilga yaqin kurs o'rlashtirilgan. Fransiyada keng tonilgan hamda yoshlar tarafidan alohida olqishlangan yosh fransuz ziyolilar irqiy qirg'inchilik, mustamlikchilik, osonliqlashtirilgan xalqlar, irqchilik va navbatdagi ba'zi iqimlar haqida leksiya so'zlagan. Faoliyat boshdan oxiri nihoyatda yuqori kayfiyatda davom qilgan. Leksiya va kurslardan keyin yoshlar Parij shahrining muhim sayohat nuqtalarini aylanish va muzeylarni ekskursiya qilishga o'rlashtirilgan. Ziyoratimizni qabul qilgan yoshlarning bildirishicha, faoliyatning oxirgi kunlari o'tkazilgan mashrab va Parij ona tili o'quvchilari bilan o'tkazgan faoliyatlar ularda unutilmas ta'sirlarni qoldirgan. Biz bu munosabat bilan Yevropa Uyg'ur instituti mas'uli Dilnur Rayhon xonim, mazkur faoliyatga qatnashgan yoshlardan Shvetsiyadan Kavsar Ko'rash, Avstraliyadan Muzaffar Arslan Uyg'ur, Shvetsariyadan Rizvana Ilham va Turkiyadan Mehmet To'xta Ataullani bugungi suhbat programmamizga taklif qildik. Faoliyat haqidagi mazmunlarning tafsilotiga qiziqsanglar, diqqatinglar tövəndəki suhbatimizda bo'lsin. Assalomu alaykum. Dilnur, oldi bilan mushu faoliyat haqida qisqacha bir to'xtalib bersangiz. Bu faaliyetni o'rlashtirishdan maqsad diasporada nima bolalar tug'ilib cho'ng bo'lyotidi. Ularningki o'ylaydigini qilish usuli va uyg'ur masalasiga qarash usuli cho'nglarning qilish usuliga tamoman o'xshamaydi. Diaspora cho'ng bo'lgan bolalardan boshqa kichik kelgan bolalar yoki bo'lmasa o'qishga kelib, texnishiya kichik bo'lgan bolalar bor. Ularni o'qishga kelib, tetalning ta'siriga ko'proq uchragan bolalar. Shu sababdan mening o'ylig'im sekulyar yoshlarni butun dunyodan tanlab yig'ib vatan uchun bir ish qilishni o'ylagan, ochiq oshkor holda yoki bo'lmasa yoshirin holda shu yoshlarga bir Parijda bir-birisi bilan uchrashib, tanishish fursati berish. Bu birinchisi. Undan keyin bo'lsa, Fransiyadagi ilg'or fransuz o'zlarining ishidagi fransuz yoshlar bilan tanishib, birlashib, workshoplarni qilib, o'rgansa, bir-birisidan o'rgansa, mushlar birlashib bir-birisi bilan tanishib qilsa, balkim bir ish chiqishi mumkin, bularning orasida fikr chiqishi mumkin, o'rtaq fikr degandek mushu maqsadlar bilan bu tunji qitimliq sekulyar Uyg'ur yoshlar yig'ilishini, ya'ni kongressini o'tkazdik. Yoshlar, sizlar o'zinglarni bir tanishtirib o'tamizlar? Assalomu alaykum. Mening ismim Kavsar Ko'rash, Shvetsiyada yashayman, 26 yosh. Kasbim apparat, film, video, shu media nashrga har qanday ishlarni qilmayapti. Men san'at maktabida rejissyorlik o'qigan Shvetsiyada. Assalomu alaykum. Mening ismim Muzaffar, men 26 yoshga kiryapman. Men Avstraliyadan keldim. Men Avstraliyada quloq doktorlik o'qib, hozir ishlayapman. Ishlayotganim 3 yil bo'ldi. Mening ismim Rizvana Ilhom, men Shvetsariyadan bo'lman. Assalomu alaykum. Mening ismim Mehmet To'xta Ataulla. Men bu qatimqi Parijdagi
faoliyatga uchrashgan. Turkiyaning Istanbuldan kelib qatnashdim. Turkiyada xalqaro munosabat va siyosat kasblarida magistrlik o'qidim. Kavsar, siz mushu faoliyatga taklif qilinganingizda qatnashishni qaror qilishdagi sababingiz nima? Bu Parijdagi yaşanan faoliyatiga birinchisi o'zimmo shu boshqalardan nima yo'llardan, nima harakatlar bilan Uyg'ur kimlikni qanday shakllarda, qanday men o'ylab baxmagan shakllarda harakatlarni qilayotgandek, qanday ish xizmatlarni qilayotib, men nima o'rganalayman deb boshqalardan ilhom, bilim olish uchun qiziqib qolgan. Menimde kurash kusan o'g'li, dadam men kichik vaqtimdan tugab ketgan. Menga shu Uyg'ur puruqi bir oilik puroq kichigimdilla menga yo'q hisobda. Shuni izlab yashagan bir umr. Endi men Qirg'izistonda tug'ilib, Shvetsiyada g'arbda cho'ng bo'lgankin, shu vatandagi Uyg'urning yashash shakli, madaniyatlari, bizning shu ota-onamizningki cho'ng bo'lgan sharoitni men ko'rib boqmagan. Uning puruqini ko'rib boqmagan. Ammo shu faoliyatlarda az bo'lsa-mu, shu kichik vaqtning ichida bo'lsa-mu, shu bizning ota-onalarimiz ko'rib cho'ng bo'lgan sharoitni bir qismini mushta ahvollarda ko'ra olaman. Muzaffar, siz qaysi umidlar bilan Parijga borgandingiz? Biz Avstraliya faqatlam Avstraliya ichidagi yoshlar bilan ko'rishib, yangi tanishib qilamiz va faoliyatlarimiz Avstraliya ichida bo'ldi. Shuningdek, dunyoning boshqa yerlaridagi Uyg'ur yoshlar bilan ko'rishni umid qilgandim. Menga eng cho'ng ta'sir qilgan leksiya shu kolonializm to'g'riliq, ya'ni mustamlikachilik to'g'riliq leksiya bo'ldi. Endi bu leksiyani anglab, bizning vatanninki ahvolini shu ideya orqali yaxshi tushungili bo'ldi. Ham bilmaydiganlarga yaxshi tushuntirgili bo'ldi. Men shu faoliyatning 6 kun jarayonida shu Uyg'ur yoshlari bilan tanishib va do'st bo'lib, bir xil gerçi bir hafta tanishgan bo'lsaqmi, bir oy, bir yil do'st birodar bo'lib o'tgandek bo'ldim. Ham shu faoliyat jarayonida jiq ideyalar o'tirib qo'yildi. Biz endi shu ideyalarni bir ishlarni boshlashdan o'ylashdik. Rizvana, sizchi? Sizdan faoliyat jarayonida sizga ta'sir qoldirgan leksiya yoki kursni so'rsam? Menga eng yaqin workshop artivizm bo'ldi, chunki men o'zim she'r yozishni va rasm chizishni yaxshi ko'raman. Saniya Amerikamni shunday yaxshi tunishtirdi, uningda bizning san'at orqali o'zimizning shaxsiy fikrlarimizni, hikoyalarimizni, siyosiy hikoyalarimizni, davorimizni tushuntirish bo'ldig'ini, dunyoga tunutishning mumkinligini, buning qanday kuchliligini yana bir qatam his qildim. Albatta bu madaniyatimizni, kulturimizni saqlash uchun yana bir muhim yo'llarning birisi deb o'ylayman va buni bek ilhomlashtirdi ish qilib. Mehmet To'xti, siz nimalarni his qildingiz? Men bu qadimgi faoliyatga yoshlar qatorida qatnashgan bo'lsam-mu, faoliyatga tamoman kirishib ketishga qaraganda ko'proq kuzatdim, ko'proq bolalarni tushunishga, faoliyatning umumiy ta'sirini ko'rishga tirishdim. Bolalarning aytı saviylik, hammasi o'z jamiyatida natijilik bolalar o'qish jihatdan bu natijilik. Biraz afsuslangan tarafim bizning o'rtaq tilimiz Uyg'urcha bo'lanmay qoldi. Chunki bolalarning ichida Uyg'urchani ravon so'zlayolmaydiganlar botdi yoki Uyg'urchani anglab tushunadigan so'zlayolmaydiganlar botdi. Faqatla so'zlayolmaydiganlar botdi. Ya'ni dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Uyg'ur yoshlarninki o'rtaq tilimiz inglizcha bo'ldi. Faoliyat umuman ingliz tilida elib berildi. Dilnur Ayhan xonim leksiyani Uyg'urcha berdi. Boshqa faoliyatlar inglizcha bo'lganligi uchun bolalarni Uyg'ur tiliga rag'batlantirish maqsadida. Menimcha bu endi bu xildagi faoliyatlar va boshqa ona til maktablari, oilalar hammasi birlashib hal qiladigan bir masala. Kavsar, sizning bu faoliyatdan olgan ta'sirotingizni anglab baqsaq. Menimcha ko'pincha yoshlar o'xshab qolgan sharoitda cho'ng bo'lmasa-mu, yana Uyg'urning o'zi bir buyuk bir oila. Garchi u to'liq bir oilada ota-onalari va ahvolda cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, yana cho'ng bo'lgan sari yana bir narsa kam. Ming yaqin Amerikalik, ingliz yerlik do'stlar bo'lsin, yana bir yerlarda tushunmay qoldi. Bir yerlarda mos kelmaydi. Qini, tili, yuragi, ruhi Uyg'ur. U Uyg'urning yuragi so'qishi g'arb millatlarning udoriga kelmaydi.
ming sınap baxsımı. His qilgan narsam, o'zi bilmagan bir hissiyatni meningcha mushada his qildi. O'gandi, ko'zi ichildi. Muzaffar, siz yana mushundaq faoliyat bo'lsa yana kelamsiz? Agarda keyin mushta faoliyatlar bo'lib qolsa, albatta qatnashishni xohlayman. Agarchi to'g'rida ko'rish paranglashib tursaqmi, yuzma-yuz ko'rishganga o'xshamaydi ekan. Men bu shu faoliyatga qatnashgan Uyg'ur yoshlardan bek faxrlandim. Ham shunday yuqori o'qiyotgan, yuqori ishlayotgan va shu Uyg'ur masalasiga shunday jiq to'kib qo'shgan yoshlar ekan, shunday kichik turib. Ham mening shu bizning avlodga bo'lgan umidim shunday kuchlandi. Rizvana, sizning hissiyotingiz-chi? Shuncha yoshga kirib, shuncha yillarga umrimda birinchi qatim shunchalik jiq yoshlarning birlik bo'lganini, yig'ilganini ko'rdim. Ziyoratimni qabul qilganliginglar uchun ko'p rahmat. Hürmetli radyo anlıqçılar, Xitay hükümetinin o'xshamagan davrlarda Uyg'ur elida yurgizgan siyosatlarini o'zaro selishtirib baqadigan bo'lsak, Xitay Xalq Cumhuriyeti qurilgan 75 yil jarayonida Uyg'urlarning o'xshamagan nomlar ostida Xitay Kommunist hukumatining bostirishiga uchrab kelganligini bayqaymiz. Bu haqda obzorchimiz Asiyaning Xitay Xalq Cumhuriyeti qurilgan 75 yilda Uyg'urlar aksil inqilobchidan 3 xil kuchgacha nomli obzori diqqatinglarda bo'lsin. Xitay Xalq Cumhuriyeti qurilgan 75 yilda Uyg'urlar aksil inqilobchidan 3 xil kuchgacha Kommunist Xitay hakimiyeti davlat qurgandan keyingi tunji siyosiy harakatlardan biri dal aksil inqilobchilarni yo'qotish harakatidir. Aksil inqilob yoki aksil inqilobchilar bo'lsa, hakimiyetga qarshi kishilar yoki kuchlarni ko'rsatadigan bo'lib, bu atalg'u eng dastlab Fransiya cho'ng inqilobida qo'llanilgan. Inqilob yuz bergan yerda inqilobga qarshi kuchlarning o'tirg'i chiqishi bir normal hodisa ekanligi aniq. Halbuki, aksil inqilob degan bu atalg'u İnqilab atalg'usiga o'xshashla normal atalg'u bo'lsa-mu, lekin kommunist Xitoy davlatining inqilob tarixida bu atalg'uning ma'nosi butunlay salbiylashtirilib, siyosiy jinoyatchilarning o'rtaq atalg'usiga aylanib qolgan. Demak, Xitoy mustamlikasi ostidagi dastlabki 30 yilda Uyg'urlar aksil inqilobchilar nomida kategoriyalashtirilib, Pentanning qarabulligida siyosiy jinoyatchilarcha bostirilgan edi. Keyingi 40 yilda bo'lsa, 3 xil kuchlar nomida kategoriyalashtirilib, irqiy qirg'inchilik uchirdi. Texmo ichinishlig'i Uyg'urlar ustidagi bu irqiy qirg'inchilik helimi davom qilmoqda. Uyg'urlarning nima sababdan aksil inqilobchilar deb kategoriyalashtirilganligi to'liq aniq. Ya'ni biz yuqorida tilga olgan Xitoy nazaridagi aksil inqilobchilar atalg'usining hokimiyatga qarshi kuchlarni, kishilarni ko'rsatadigan salbiy atalg'u bo'lganligini bilamiz. Kommunist Xitoy Uyg'ur eliga bostirib kirgan vaqtda bu zaminning asosli aholisining Uyg'urlar bo'lganligi hammaga ma'lum. Bu nuqtadan Uyg'urlarning madaniyat, e'tiqod va tarixi bilan hech qanday bog'lanishi bo'lmagan kommunist Xitoylarga qarshi chiqishi tabiiy. Bu vajidan ularning Xitoy tarafidan aksil inqilobchilar deb kategoriyalashtirilganligi oshkora. Demokratik tuzumdagi davlatlarda hukumatning huquqi xalqdan keladiganligini hammamiz bilamiz. Xalq xohlamagan hukumatning mavjud bo'lishimi bu nuqtadan aslo mumkin emas. Lekin Xitoyning bir partiyalik tuzumidagi kommunist xarakterining o'zila Xitoy mustamlikasiga tushib qolgan Uyg'urlarning bugungi qismatlarini keltirib chiqargan asosli omildir. Darvaqa, Xitoyning Uyg'ur elida yurgizgan siyosatlarini o'zaro selishtirib boqadigan bo'lsak, Uyg'urlarning o'tgan 75 yilda kommunist Xitoyning farqli siyosiy iboralar bilan o'xshash maqsad uchun elib borgan siyosiy harakatlar ostida izchil zulm chekkanligini bayqaymiz. Ya'ni 1949 yili Wang Jun boshchiligidagi Xitoy kommunist qo'shinlari Uyg'ur eliga tajovuz qilib kirgandan keyin oldi bilan Uyg'urlar boshchiligidagi yerlik inqilobchilarni qirg'in qilgan. 1950 yili Xitoy Markaziy komiteti atalmish yer islohoti bilan tangla aksil inqilobchilarning harakatlariga qattiq zarba berish haqidagi ko'rsatmani e'lon qilgandan keyin Wang Jun texnik g'aljirlashgan. Mazkur ko'rsatmada mundaq 4 turli ko'rsatma berilgan bo'lib, uning biri qo'lida quroli bo'lgan to'plashib qarshilik ko'rsatganlarni qurol kuchi bilan yiltizidan qo'mirib tashlash. Ikkinchisi, qarshilik ko'rsatish niyatida hukumat xodimlari va xalqni yaralandirgan, o'ltirgan, buzg'unchilik qilgan, bo'lgan sapasizlarni hukumatga qarshi qutratganlarning hammasiga o'lim jazosi berish yoki mangulik turma jazosi berish. Uchinchisi, o'z ideyasida ching turib, o'zgarishni rad qilganlarga o'lim jazosi berish yoki mangulik turmaga qamash. To'rtinchisi, aksil inqilobchilar bilan munosabati bo'lgan,
ularni yoshirgan aksar inqilobchilarga jinoyatining ig'ir yenikligiga qarab o'lim jazosi yoki mangulik turmaga qamash jazosi berish qatorliqlar. Ya'ni aksar inqilobchilar deb qaralganlarning oqibati asosan o'lim, qismanlarning mangulik qamoq jazosi bo'lganligi aniq. Erkin Osiyo radiosi Xitoycha bo'limi 2018-yili 2 oktyabrda Şinjanning bostirilish tarixi, odam o'ldirishda g'aljirlashgan Wang Jun nomli bir maqolani e'lon qilgan. Maqolada Wang Junning toki 1953-yilgacha Uyg'ur elining shimoliy va janubiy qismlarida aksar inqilobchilarni yo'qotish nomida nurg'un kishilarni qirib o'ldirganligi bayon qilingan. Hamda bu ma'lumotlarning Xitoyning Soxu torida e'lon qilingan Wang Junning Uyg'ur eliga tajovuz qilib kirgandagi Uyg'urlarni bostirish tarixi haqidagi bir maqoladan e'longanligi eskartilgan. Ya'ni maqolada Wang Junning Şinjandagi aksar inqilobchilarni yiltizidan qo'mirib, kelgusi 50 yilda birmo aksar inqilobchi chiqmaydigan qilib etdim degan so'zi berilgan bo'lib, Wang Junning 1953-yili xizmatidan chekindirilishining Uyg'ur elidagi qotillikni chekdan oshirayotganligi sababli yuz berganligi. Wang Jun Beijingga borgandan keyin Xitoy markaziy hukumati va Mao Zedongning uni tanqidlaganligi. Wang Junning tanqidlanishi uning Beijingda partiya va davlatning rahbari bo'lishdek mansabga qo'yilishiga qilch ta'sir ko'rsatmaganligi. Wang Junning g'aljirona odam o'ldirishi sababli Uyg'urlarning hatto bolalarini qo'rqitishga to'g'ri kelganda Wang Jun keldi deb qo'rqitadigan bo'lib qolganligi qatorliqlar yozilgan. Demak, Wang Junning so'zidilla shu yillarda Uyg'urlarning kommunist Xitoy tarafidan qaysi darajadagi dahshatli qirg'inchilikka duch kelganligini, o'ldirilganlarning darajadan tashqari ko'p bo'lganligini tasavvur qilishimiz tas emas. Lekin bu g'aljirliklar Uyg'urlarni Wang Jun degandek 50 yil bosh ko'tarolmas qilib etgan emas. Aksicha Uyg'urlarning qarshilik harakatlari izchil davom qilgan. Bu vajidan Deng Xiaoping 1978-yildagi 11-navbatlik 3-umumiy yig'inda islohot shuarini o'tirib qo'ygandan keyinmi Uyg'urlarni qanday bartaraf qilish haqida ko'p o'ylangan. Hatto Wang Jun bilan Uyg'ur eliga berishi va 1975-yili tarqitib etilgan Bentonni 1982-yili asliga keltirishga buyruq berishining hammasi dal Uyg'urlar sababli yuz bergan deyishga bo'ladi. Halbuki Bentonning asli kelishi bilanla Uyg'urlarni yana 50 yil bosh ko'tarolmagidek qurolli qirg'in qilishga amalsiz qilgan. Chunki islohot shuari bilan ishkini dunyoga ochgan Xitoyning bir millat ustida keng ko'lamda qurolli qirg'inchilik olib berishi uncha osonga tushmaydi. Ya'ni bunday qilish xalqaro qonunlarga xilof bo'lgan erkiy qirg'inchilik qilmishi deb qaraladigan bo'lg'achqa Uyg'urlarni yo'qotishda boshqacha usul topishga majbur bo'lgan. Darvaqa, Deng Xiaoping Uyg'urlarni qanday yo'qotish haqida bosh qotirayotgan mezgillarda Uyg'ur o'quvchilarining 1985 va 1988-yillari elib borgan demokratiya, erkinlik va barobarlik nomidagi namoyishlari uni texmi cho'chitgan. Chunki bu yillar butkul dunyo miqyosidagi kommunizm lagerlarida zo'r davolg'ish yuz berayotgan yillar edi. 1989-yili Beijingda yuz bergan o'quvchilar namoyishida Uyg'urlarning yer elishi, hatto bu harakatning yetakchilariga aylanishi Xitoyni texmi sarosimiga solgan bo'lib, Deng Xiaopingning o'quvchilarni qurolliq bostirishga buyruq tushirishidek g'aljirligini keltirib chiqargan. 1992-yili Deng Xiaoping Xitoyning janubiy rayoni, ya'ni Xitoylar zich to'plashib o'ltiraqlashgan dengiz atrofidagi Shanxay, Shenzhen, Guangzhou, Juxay qatorliq ichitilgan joylarni ko'zdan kechirish davomida Xitoyning bugungi taraqqiyoti va Uyg'ur erkiy qirg'inchiligiga asos bo'lgan mashhur bir nutqni e'lon qilgan. Deng Xiaopingning bu nutqi Xitoy tarixidagi burilish xarakterlik muhim nutq deb ta'riflangan va Xitoyning bugungidek dunyoviy qudrat tepishining yo'l xaritasi deb baho berilgan. Deng Xiaoping mazkur nutqida Xitoy nufusidan tashkil topgan dengiz atrofi rayonlarini oldin taraqqiy qildirish, ular taraqqiy topgandan keyin nomrod qilgan shimoliy rayonlar, Uyg'ur rayoni, Mo'ng'ul rayoni, Tibet rayoni, Tungan rayoni, Guangzhou rayonining taraqqiyotiga yordam qilish haqida yo'l yo'riq bergan. Shundaqla oldin taraqqiy topgan Xitoy rayonlarining nomrod rayonlarga yordam qilishi natijasida atalmish o'rtaq taraqqiyot vujudga kelganligini ta'kidlagan. U yana nomrodlikning sotsializm emasligi, balki sotsializmning nomrodlarni yo'qotadiganligini alohida ta'kidlagan. Deng Xiaopingning Janub safarida tilga olgan
namratlık sosyalizm emas, sosyalizm namratlıkni yo'qotadi degan mashhur so'zidan keyinki 1994 yili Xitoy Markaziy komiteti butkul Xitoyda atalmış namratlıkni yıldızdan yo'qotish planini boshlagan. Bu vaqtda Uyg'urlar nupusi eng ko'p o'ltiraqlashgan Xotan, Qashqar, Qizilsuv qatorliq 2 viloyat bir oblast darajadan tashqari namrat rayonlar tizimiga kirgizilgan edi. Texmi qiziqarligi, bu rayonlarning namratlikqa petib qilishidagi sabablarni Bentanning zo'ravonligidan emas, balki Uyg'urlarning savodsizligi, qaloqligi, ko'p farzandlik bo'lishi va diniy oshqo'liqlarga ortgan. 1996 yili 3-oyda ayni vaqtdagi Xitoy raisi Jiang Zemin 3 xil kuchlarga qarshi turish nomida Uyg'urlarni yo'qotishni maqsad qilgan 7-nomerlik maxfiy hujjatni e'lon qilgan. Mazkur hujjat 1996 yili Beyjingda chaqirilgan Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining Xinjiangning muqimligini qo'g'dash to'g'risidagi yig'inning xotirasi edi. Xitoy hukumatining 7-nomerlik hujjatida navbatda Xinjiangning muqimligiga ta'sir ko'rsatayotgan asosli xavf terrorlik, bo'lginchilik va asabiylikdan iborat 3 xil kuch deb ko'rsatilgan. Demak, bu vaqtdan boshlab Uyg'urlar ustidagi aksil inqilobchilar tuhmatining nomi 3 xil kuchga o'zgargan. Shundaqla Xitoy uchun Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik yo'li bilan yo'qotishning qonuniy asosi hozirlangan. Darvaqa, Wang Junning qurolli qirg'inchiligi, Deng Xiaopingning planliq namratlashtirish va tug'ut cheklash bilan yo'qotishi, Jiang Zeminning xalqaro terrorizmga bog'lab yo'qotishidan keyin Uyg'urlarga qonunli holda irqiy qirg'inchilik qilishning sharoiti Xi Jinping davrida to'liq pishib yetilgan. Xuddi Deng Xiaoping aytgan 100 yillik planni 3 qadamda mengishdak Mao Zedong davrida bosh ko'tarishni, Deng Xiaoping davrida boy bo'lishni tamomlagandan keyin Xi Jinping davri 100 yillik planni tamomlaydigan davrga kirgan edi. Halbuki Xitoyning 100 yillik plani Amerikani besib tushib, dunyodagi eng kuchli davlatga aylanish bo'lganligi hech kimga sir emas. Xitoyda Uyg'urlar yo'qolmasa, aksil inqilobchilarni yo'qotgan hisoblanmaydi. Aksil inqilobchilar yo'qotilmasa, Xitoy hukumati yanada xatardan xoli bo'lamaydi. Bu xuddi Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosi barpo qilgan dunyo tuzilmasini ag'dirib tashlab, Xitoycha kun tartib o'rnatilmasa, Xitoy yanada o'zini tahdid ichida his qilgandekla bir masala. Demak, Xitoyning 75 yillik aksil inqilobga qarshi ko'rishi Uyg'urlar ustidagi qurolli qirg'inchiliklar bilan boshlanib, bugungi irqiy qirg'inchilik darajasiga yetgan bo'lib, mundaqcha aytganda, Xitoy Kompartiyasi jinoyat ustiga jinoyat sodir qildi va qilyotdi. Texmi hayron qolarligi, o'tgan 75 yilda Xitoy Kompartiyasi o'z jinoyatlarini turli saxta tashviqotlar orqali pardozlab, Xitoy xalqini ishontirgan bo'lsa, mana bugun bu saxta tashviqotlarni xalqaralashtirib, butun dunyoni aldash uchun harakat qilmoqda. Holbuki Xitoycha kommunist tuzilmasida ishga yaragan saxta tashviqotlar xalqaralashtirilsa, xuddi Xitoy xalqining kallasi yuyilib, Uyg'urlarning aksil inqilobchi va 3 xil kuch bo'lganligiga ishontirilgandek, unumga erishish ehtimolligi zodi qanchalik